Yaxshiyam Amerikaga kelgan ekanman. Shu narsaga yana bir marta amin bo'ldim. Kecha Telegramda xabar o'qib qoldim, xuyet qildim shu darajada jeshovoy panti bo'lib ketib, uyinamiga sizga uyda ikkita shipirni qo'yib qo'yib, daroza sifatida qabul qiladigan to'tag'li iPhone'da arendaga olishyapti ekan. Ya vaxuy jala 70 ming so'mga o'sha rasmga tushib olish iPhone narxlarini ham ko'rib chiqdim-da. 300 ming so'mga uchrashuvga chiqish iPhone'da arendaga beradi ekan, iPhone bilan uchrashuvga borib keladi. Yoki qanaqadir biznes uchrashuv. Shu darajada dalboyoq bo'lib ketdi odamlar. Eng qizig'i, talab bo'lmasa taklif ham bo'lmaydi. U iPhone'lar borligi bilan nimani isbotlaydi sizlar? Hayronman. Bitta bir to'lka bilan iPhone bilan borib ko'rishadigan bo'lsangiz, sizlarga shu iPhone'larga qarab muomala qiladigan to'lka bo'lsa, naxuy kerak unaqa to'lka ertaga keyin siqilib yurasizlar. Gelik so'rayapti deb o'zlari shu narsani boshlab berishyapsan. Yibanlari sen miyalarini ishlatish dalbayoblar. Shunaqa dalbayoblarga men ertaga O'zbekistonga borib, tursigimni arendaga beraman. Kuniga $100 Evelshoftda tursigimni kiyib yuribman deb rasmga tushib olasan. Miyingga qo'taqim jinnilar. Shunga o'xshagan qilyapsan sen dalbayoblar, sen miyalarini ishlatish go'zali. Dadangga bitta ishton olib berash 300 mingga iPhone olganlar. Musor